dunyodagi eng qadimgi hali yopilmagan universitet. Uning poydevori hijob kiygan muslima ayol tomonidan qurilgan. Ismi Fatima al-Fihri. 859-yilda Marokash davlatining Fas shahrida qurilgan. Buni kim aytgan? Guinness Rekordlar kitobi va UNESCO. Bu mamlakatda, ya'ni Amerika davlatida ayollar 1844-yilgacha oliy ta'lim, universitetga kirish va bitirish huquqiga ega bo'lishmagan. Islom esa bu huquqni ayollarga milodiy 7-asrda bergan. Islom bu ta'lim olish huquqini nafaqat bergan, balki ta'lim olishni erkak va ayol uchun ham majburiy qilgan. Islom haqidagi eng keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha ayollar mavqei haqida. Shunga qaramay, musulmon bo'lmagan ayollar va erkaklar islomdagi huquq, hurmat va undagi adolatni ko'rib, islomni qabul qilishmoqda. Shunday qilib, bu mamlakatda har yili 18 mingga yaqin musulmon bo'lmagan ayollar aynan ayollarga berilgan huquqlarni ko'rib, islom dinini qabul qiladi. Buyuk Britaniyada esa bu raqam yiliga taxminan 5 ming.